Bugun Markaziy Osiyo davlatlariga qarata aytilayotgan ba'zi gaplarni eshityapmiz. Siz kichik ukasiz, sizlar bizga bo'ysungansiz. O'rningizni biling, lekin tarix uzun. Unda rollar ko'p marta almashgan. 14-asrga qaytamiz. O'sha paytda Rossiya hali mustaqil davlat emas edi. Moskva, Tver, Ryazan barchasi Oltin O'rdaga qaram edi. 1313-yilda taxtga O'zbekxon chiqdi. U Oltin O'rdaning eng qudratli hukmdorlaridan biri bo'ldi. Uning davrida islom davlat dini bo'ldi. Savdo yo'llari rivojlandi, davlat markazlashdi. Armiya kuchaydi. Rus knyazlari O'zbekxon huzuriga borib, yorliq, ya'ni hukmronlik huquqini olishardi. Ruxsatsiz hech kim taxtga o'tira olmas edi. Ular soliq to'lashardi, harbiy yordam berishardi, siyosatda bo'ysunishardi. Hatto Moskva knyazi Ivan Kalita ham O'zbekxonga sodiq bo'lgan. Markaziy Osiyo dunyodagi eng kuchli imperiyalar markazi bo'lgan. Turk xoqonligi, Qoraxoniylar, Xorazmshohlar, Temuriylar va Shayboniylar. O'sha